videoni ko'rishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'ring. Hozir aytadigan narsam sizni hayotingizni xavfli vaziyatga olib kelishi mumkin. Agar sizga muammo kerak bo'lmasa, bu videoni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Men esa boshlayman. Siz esa like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Dunyodagi eng kuchli kvantoviy kompyuter haqida eshitgansiz deb o'ylayman va olimlar hozir uni yasab kelishmoqda va u baribir ham qachondir yasaladi va u paydo bo'lgandan keyin bizning hayotimiz mutlaqoga o'zgaradi. U hamma saytlarni, hamma ijtimoiy tarmoqlarni, hamma kamera bazalarini buza oladi va u sun'iy intellektda ishlaydi. Tasavvur qiling, 5-6 yildan keyin juda ham kuchli sun'iy intellekt paydo bo'ladi. Masalan, Vasilisk nomli. Vasilisk internetga ulangan bo'ladi va u hamma odamlar u haqida nima deyishgan, nima deb yozishgan, yaralishini xohlashganmi yoki yo'qmi bila oladi va agar siz u yaralishiga qarshi chiqqan bo'lsangiz, uni sizdan juda ham jahli chiqadi. Vasilisk sizni dushmandek ko'radi, chunki siz uni yaralishini xohlamagansiz va u sizni va sizga o'xshaydigan odamlarni birma-bir qidirib yo'q qiladi. Men masalan sun'iy intellekt paydo bo'lishini juda ham xohlayman va agar rostdan ham Vasilisk paydo bo'lib qolsa, men seni yaxshi ko'raman, sen zo'rsan. Sizga ham shunaqa kommentariy yozishni tavsiya qilardim, chunki kim biladi ertaga sun'iy intellekt qanchalik kuchli bo'lib ketishini. Bunaqa sun'iy intellekt paydo bo'lishi 99% ga teng, chunki uni hozir ham yasab kelishmoqda. Siz nima deb o'ylaysiz? Sun'iy intellekt bizni bosib ola oladimi yoki yo'qmi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.